Assalomu alaykum, men mehribon onajonlarim, yaxshi dam oldinglarmi? 45+ nonushta uchrashuv qilganimda hamma yoshlar nega bizani chaqirmayapsiz, nimaga endi 45+ deb aytuvdinglar? Mana 30+ uchrashuv qilyapmiz. 23-yanvar kuni Demurlatida, Novomoskovskida Demurlatida soat 10 dan kelishni boshlaysizlar. 20 tagina odamga, chunki joy yetmaydi. 20 ta onaga bizi tomonidan sovg'alar bo'ladi, homiylar tomonidan sovg'alar bo'ladi. Sizlar bilan pediatr, vrach, neonatolog Gulruh Rahmatjonovna va men chiroyli suhbat qilamiz. Nonushta uchrashuvimiz onlayn bilet olsanglar ham bo'ladi. Men nomer qoldiryapman 23-yanvar kuni. Kuninglar xayrli o'tsin. Men o'zim kayfiyatimni o'zim ko'taraman. Bir hafta davomida xushbegida bo'laman har kuni obedgacha. Yonimda shunaqa chiroyli gullar bo'lishini xohladim.